Huawei Aeto M9 Ultra mashinasi sotiladi. 2024-yil 11-oyda ishlab chiqarilgan, lekin 2025-yildan noldan olib minilgan mashina, Xitoyda yurmagan. Xo'p, mashina polni full, ikkita motorlik, oldi-orqa tortadi. Turi 8 sekundda yuzga chiqadi, 200 kilometrda tukda yuradi. Mashinaning oldi mordalari polni broni plenkalar qilingan, laboylargacha. Polni bodikit avvisa toqqan ekan, talon pulga. Tipasi alohida ranglik, dopopsiyada pul qo'shiladi, liderlari bor, pnevma podvizka, avtodver davochi, razvijnoy paroglar, hamma narsasi bor. Biskvichoy silpo 360, yonlarida kameralar bor. Mana bitta knopkani bosasizlar, eshikni o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Razvijnoy paroglar, abduf, abagriv, massaj polni, elektropaket bilan xolodilnikdan tortib, jamiki navorot bor. 33759 kilometr bo'libdi. Hidab displey, polni proyeksionli faralar, devorga tushirib o'yin o'ynasanglar ham bo'ladi, xohlagan ishni qilsanglar bo'ladi. 18+ ko'rmasanglar bo'ldi bu mashinada. Xo'p, orqalari ham tiniq turibdi, 3 qatorlik bo'ladi. 6 ta, 7 ta mistalik, razdельный kapitan sidina, atamanka, patamanka, xillas hamma narsa bor. Mana bu televizorlargacha bor ekan, qaranglar. Mashina polni full, sotuvda tayyor akalar. Lisyangni sotib